Salom, mening ismim Eldor, Toshkentda yashayman. Men ingliz tilini o'qituvchisiman va chet elliklarga rus tilini o'rgataman. O'zim o'zbek tilida juda oz gapiraman, shuning uchun videolarimda xatolar bo'lishi mumkin. Agar xato qilsam, izohlarga yozing, men ularni tuzatishga harakat qilaman. Nima uchun bu kanalni ochdim? Bir kuni universitetdagi do'stim qilib, sen chet elliklarga rus tilini o'rgatasan-ku, mening qarindoshimga ham yordam ber dedi. Men qanday qilib? Axir o'zbekchani bilmayman-ku dedim. U esa, buning muammo yo'q, sen yaxshi o'qituvchisan. Chet elliklar qancha vaqtda ruscha gapira boshlaydi. Mening o'quvchilarim amerikanslar, nemislar 3 oyda gapira boshlashadi. Zo'r, qarindoshimga ham o'rgat dedi. Rus tili ko'pchilik o'ylaganidek juda qiyin emas. Menimcha, rus tilida faqat 4 ta narsa haqiqatdan ham qiyin. Fe'llar, harakat fe'llari, pristavkalar, sonlar. Padejlar esa o'zbeklar uchun unchalik qiyin emas. Eng muhimi gapirishni boshlash va xot tillardan qo'rqmaslikdir. Darslarimiz qanday o'tadi? Men yangi mavzuni o'zbek tilida tushuntiraman. Keyin rus tilidagi matnni sekin o'qib beraman. Siz esa ushbu matnni men bilan birga ovoz chiqarib o'qiysiz. Hozir ko'p o'zbek yoshlari latin alifbosida o'qishadi, shuning uchun kirillitsa matnlarini o'qishda qiynalishadi. Biz ko'p mashq qilamiz. Natija, ko'p o'qisangiz tez gapirasiz. Keyin ruslarning gapini ham tushunasiz. Qani, boshladik. Антону было 40 лет. У него не было ни работы, ни желания учиться. Всю свою жизнь он прожил с родителями, и те начали всерьез за него беспокоиться. Целыми днями Антон только и делал, что играл в видеоигры. «Тебе нужно что-то менять в жизни», твердили ему родители. Но он их просто игнорировал. Его все устраивало. Тогда родители придумали план. Они потребовали, чтобы сын платил за аренду комнаты. «Где я возьму деньги?» – возмутился Антон. «Найди работу», – отрезала мать. Когда Антон в очередной раз не заплатил за жилье, родители забрали все его приставки и диски и продали их. Антон был в ярости. В тот же день он отправился искать работу. Ведь ему нужно было на что-то купить новые игры. Keyingi videoda ko'rishguncha